Salom do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, biz bu yerda Premiere Pro'ni o'rganyotgandik va biz hozir 11-darsdamiz. Montajyor bilish kerak bo'lgan eng asosiy narsa razрешение haqida gaplashamiz va shu bilan birga qanaqa razрешениедagi videoni qanaqa qilib eksport qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, buning uchun biz xohlagan joyingizdan bitta proyekt ocha olasiz. Shunaqa bo'sh holatda bo'lishi kerak va siz Telegram kanalimga o'tsangiz, mana bunaqa исходник materiallar, ya'ni o'sha siz bilan biz o'rganishimiz kerak bo'lgan materiallar turadi va buni birin-ketin ochamiz. Bu yoqda bloknot ko'rinishidagi yozuvlar. Bizda hozir mana ko'rib turganingizdek, eshitgan bo'lsangiz 8K degan narsani eshitgan bo'lishingiz mumkin, 4K degan narsani eshitgansiz, albatta HD, Full HD va hokazo HD degan narsalarni eshitgansiz. Bu albatta razрешение bo'ladi. Buni albatta hamma montajyor bir-biridan farqini bilishi kerak. Yana bizda mana bitrate degan bunaqa tablitsamiz bor, ya'ni o'sha qaysi videoni qanaqa bitrate'da qo'yib eksport qilish kerak bo'lsa, shu tablitsani ham men Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Bunga hozir sal keyinroq qaytamiz. Buni hozircha olib turamiz. Biz hozir mana bu bloknot bilan hozir ishlaymiz. Demak, siz bitta proyekt ochib oldingiz va keling biz hozir ColorMatte ochamiz. ColorMatte bu o'sha videomizni ramkasini o'sha to'liq rang bilan to'ldiradigan bitta detal. Xo'p, demak, ColorMatte ustiga bosasiz. Mana bitta varoqchasi bor, o'shani ustiga bosasiz va ColorMatte bosasiz. ColorMatte mana endi bloknotimizga qaydaydigan bo'lsangiz, по умолчанию, ya'ni o'zi turgan holatida shunaqa ko'rinishda bo'ladi va u albatta 4K formatdan boshlaydi. Endi 4K formatdan boshlaganda aynan YouTube standartidan boshlaydi. Ya'ni YouTube standarti bu 3840 ga 2160. Bu o'zi nima degani? Bu degani eniga 3840 ta piksel, bo'yiga esa 2160 ta pikseldan tashkil topgan, ya'ni mana shunaqa o'lchov birligi deylik, oddiygina qilib aytganda. Va mana ko'rib turganingizdek, bu 4K da turibdi hozir. 3840 eniga, width degani eni degani, height degani bu bo'yi degani. Va shu holatda turibdi. Bu yoqda esa o'sha videomiz nechta FPS bo'ladigan bo'lsa, o'sha FPS ni belgilaysiz va OK ni bosamiz. OK'ni bosamiz va bizdan rang tanlashni so'rayapti. Keling biz mana bundan qip-qizil qilib OK'ni bosamiz. Ya'ni ajratib turish uchun shu ColorMatte'ga nom berish uchun mana shunday blok olamizda, kopiya qilamiz va shuni nomiga shunday tashab qo'yamiz. Bu ajratib turish uchun. Xo'p, demak biz shuni bitta sekvens qilib tashish uchun shu detalimizni tortamizda mana bu varog'ga olib kelib qo'yib yuboramiz va bizda bitta sekvens hosil bo'ladi. Buni oldingi darslarda o'rgangandik. O'sha razрешениедagi videoni umuman olganda detal bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Shunga moslashgan holatda Premiere Pro bitta bizga sekvens ochib beradi. Ya'ni bizning sekvensimizni mana bu yozuvdan sekvensi bosasiz va sekvens settingsni bosadigan bo'lsangiz, mana marhamat, bizda o'sha sekvensimizning nastroykalari, ya'ni bizning videomizning eni mana shunaqa piksel ekan, bizda bu videomizning bo'yi esa 2160, ya'ni shuncha piksel bo'ladi va bizning videomizning formati 16 ga 9 mana ko'rib turganingizdek. Va uni boshqa nastroykalari. Bizning mana pikselni o'zgartirsangiz bo'ladi va hokazo. Aynan shu sequence settingsdan keyinchalik, misol sekvensingizdagi noto'g'ri ochib qo'ygan bo'lsangiz, shu yerdan to'g'rilab qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol o'zgartirib OK'ni bossangiz, bizning sekvensimiz shunga qarab o'zgaradi. Xo'p, sekvensimiz aynan mana shu formatda ochildi, ya'ni 4K UHD da 3840 ga 2160 formatda. Endi sekin pastga qarab yuramiz. Misol uchun, ana endi biz keyin 2K dan tashlab o'tib ketamizda, tushunarli va ko'rinarli bo'lishi uchun eng ko'p foydalaniladigan formatlarga to'xtalamiz. Ya'ni 4K ni oldik, 4K dan endi keling HD ga to'xtalamizda. HD dan ham aynan mana shu qismini eng ko'p ishlatiladigan 1920 1080, ya'ni Full HD ni olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu Full HD. Oddiy HD ni razрешениесі esa sal boshqacharoq. Ana endi biz Full HD ni razрешениедagi bitta ColorMatte ochib olamiz. Buning uchun yana o'sha ColorMatte bosamiz va mana shu yozuvlarni birozgina o'zgartiramiz. Ya'ni 1920 ni kopiya qilamiz. Bu videomizni eni bo'ladi va keyingisi 1080 kopiya qilamiz, 1080 bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana belgilab oldik va OK ni bosamiz. Va keling ajralib turish uchun buni rangini sap-sariq qilamiz, mana qilib va OK ni bosamiz. Va buni nomini keling mana hammasini olamizda, kopiya qilamiz va uni nomiga vставить qilamiz. OK. Xo'p, bizda mana shunaqa detal paydo bo'ldi. Keling uni timeline ga olamiz. Timeline ga qo'yib, mana ko'rib turganingizdek, bizda
videoyimiz tagiga tashalgan mana 3840-2160 edi. 4K da tashlab olganimiz. Full HD da tashlaganimiz esa 1920-1080. Eniga oladigan bo'lsak 3840 ga 4K na razresheniyasida bu 2160 ta piksel. Full HD na razresheniyasi esa 1920 ga 1080 ta piksel. Bu aynan o'sha 4K ni ichiga joylashgan video bo'ladi. Agar siz bitta sekvens ochib turib, mana bunaqa 4K da, mana shunaqa razresheniyada, uni ichiga esa siz Full HD dagi video tashiydigan bo'lsangiz, aynan o'sha videoingiz mana shunaqa holatda joylashadi. Birozdan keyin to'xtalib o'tamiz bunga ham. Keyin endi yana bitta HD ga to'xtalamizda, bu HD da esa 1280 ga 720 ekan buni razresheniyasi. Keyin shunaqa biz bitta color matte ochib olamiz. Yangi color matte ochamiz va o'sha color matte ga o'sha mana bu yerga HD ni belgilab o'tib ketamiz. 1280 ga videoyimizni eni bo'ladi va videoyimizni bo'yi esa 720 ta piksel. Mana 720 piksel. Qolgan joylariga tegmasak ham bo'ladi. 60 turaversin bu ham va OKni bosamiz. Va rang tanlash belgilayapti. Keyin sariqdan o'tamizda buni yam-yashil qilamiz. Va OK. Va unga nom berishi shunchaki mana bu 720 HD 1280 ga 720 ni kopiya qilamiz va shu yerga vставить qilib qo'yamiz. Bu ajratib turish uchun nomi buni. Xo'p, shuni tortamiz. Bu yoq timeline ga tashlaymiz 3-daroshkaga va ko'rib turganingizdek bizda o'sha 1280 ga 720 bo'lgan faylimiz, ya'ni shunaqa razresheniyadagi videoyimiz shunaqa holatda, ya'ni 3840-2160 bo'lgan 4K formatdagi videoni ichiga shunaqa joylashadi. Davom etamiz. Yana ham biz ko'p ishlatadigan, misol uchun yana ham xiraroq videolar formati bo'ladi. Ba'zi bir joylarga shunaqa eksport qilishingizga ham to'g'ri kelib qoladi. Buni ham aytib o'tib ketishim kerak. Ya'ni 480 SD mana shu ko'rinishidagi video bo'ladi. Xo'p, demak, bunga ham bitta color matte ochib olamiz. Color matte ochamiz. Color mattemizga buni enini 720 qilamiz va bo'yini esa 480 ni kopiya qilamiz va keyin bosamiz. Biz oxirgisini yashil qiluvdik. Oddiy HD formatimizni. Buni esa keling biz mana bunaqa qilib feruza rang qilamiz va OKni bosamiz. Va buni nomini o'sha bloknotdan mana shuni kopiya qilib qo'yamiz. Hammasini belgilab. Va OKni bosamiz. Mana bu NTS ga 480 pikselli. Xo'p, buni 4-daroshkaga tashlaymiz. 4-daroshkaga tashladik va ko'rib turganingizdek, borgan sari videoyimiz kichrayib ketyapti. Buni ham tushundingiz deb o'ylayman. Lekin qanaqa formatda video tashlasangiz ham sizda sekvensingizga hech qanaqasiga ta'sir qilmaydi. Bunda sekvensingizni o'lchovi o'sha 3840 ga 2160 ligicha qoladi. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Va bizda bitta video bor edi. Mana bu o'sha videoyimiz 1080p li video. Bu Full HD formatda. Bu qaysi format ekan? Demak, bizda bu mana bu format bo'lyapti. Eng ko'p ishlatiladigan 1920-1080 format bo'lyapti. Nimadan tashkil topganiga umuman olganda qatdan ko'rsak bo'ladi. Sichqonchani o'ng tugmasini bosasizda, svойствоga kiradigan bo'lsangiz va svойствоdan подробнее o'tasiz va mana shirina kadra deyapti 1920 ga deyapti. Uni balandligi vысота kadra 1080 ta deyapti. Bu yerda настройкасidan ham ko'rsangiz bo'ladi va частота kadr o'sha aynan FPS 25 talik kadr, ya'ni 25 talik FPS bo'ladi. Videoyimizning formati aynan mana shundan tashkil topganligini podrobniydan ko'rsangiz bo'ladi. Va bu keling mana shu videoyimizni ham o'sha sekvensimizga tortaylikchi. Nima bo'lar ekan? Va katta ehtimol bilan mana shu videoyimiz mana shu sariq ramkani ichiga joylashadi. Videoni tashlaymiz 5-daroshkaga. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi o'sha sariqdagi color matte qancha joy olgan bo'lsa, bizning videoyimiz ham shuncha joy oldi sekvensimiz ichidan. Ortiqcha joyni kesib tashlaylik. Yana ham yaxshiroq ko'rinishi uchun bitta daroshka tepaga ko'taramizda va mana buni pastga tushiramiz. Va bizda nima bo'lyapti? Bizda 4K formatdagi bitta color matte va videoyimiz va sariq rangdagi color matteimiz, yashil va feruza rangdagi color matteimiz o'zining o'lchov birliklarida turibdi. Xo'p, biz mana buni disable qilib turadigan bo'lsak, ko'rasiz mana 1 ga 1 bu
o'rinma o'rin tushgan. Ya'ni o'sha 1920 1080, bu yoq esa videomiz shunaqa formatda. Bularni men o'zi nimaga o'rgatyapman, nimaga buni bilishingiz shart. Sizga misol uchun 4K formatda bizning videomiz 4K formatda bo'ladi. O'sha 4K formatda eksport qilib berib, misol montaj qilishingiz kerak degan talab qo'yilishi mumkin. Endi agar 4K deydigan bo'lsa, o'sha 4K ni mana razresheniyasini bilasiz siz. Ya'ni o'sha sekvensingizni ham agar yangi sekvens ochadigan bo'lsangiz ham 4K da ochasiz. Agar Full HD sizga yetarli bo'ladigan bo'lsa, mana Full HD da ochasiz. Full HD da ishlanadi. Ko'pincha bir xillarga kerak bo'lib qolishi mumkin. Sizga исходник materiallarni ham 4K da olib keladi va 4K montaj qilishingizni sizga talab qo'yishadi. Mana o'shanda 4K nima deganda to'ldirib qolmasligi uchun mana shu 4K ni razresheniyasini ham bilib olishingiz kerak. Agar misol uchun juda ham kuchayib zo'r montaj urib ketadigan bo'lsa, ya'ni kompyuteringiz o'sha xarakteristikani ko'taradigan bo'lsa, siz 8K formatdagi anaqa UHD bo'lgan videolarni ham montaj qilishingiz mumkin. Mana o'shaning razresheniyasi. Bu aynan o'sha qizil mana bu Color Matte ham yana ham kattaroq bo'ladi. Men hozirgacha faqat 4K gacha montaj qilganman videolarni. Video montaj qilayotgan paytingizda 4K da montaj qilishingiz mumkin va agar исходник materiallaringiz Full HD da kelgan bo'lsa, Full HD da montaj qilasiz. Razresheniya degani bu sifat emas. Tushunishimiz uchun mana videoni tepaga chiqazamizda 1920 ga 1080 bo'lgan joyini egallagan, ya'ni o'sha 4K ni ichidan shuncha pikselni egallab oldi bu videomiz. Siz agar videoingizni 4K da montaj qilayotgan bo'lsangiz va bittagina kadringiz shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, siz mana bu yerdan scale'dan mana katta qilib o'tirmaysiz. Bu albatta professional emas, chunki scale ko'rasiz 200 bo'lish kerak emas, 100 holatida qolish kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Bu videomiz to'liqligicha bunga moslashishi uchun shunchaki videoni ustiga bosasizda, hech qanchani o'ng tugmasini bosib, mana bu yerdan scale to frame size degan yozuv bor. Ya'ni o'sha shu Full HD bo'ladimi, boshqacha razresheniyadagi video bo'ladimi, aynan sekvensingizga moslashishga majbur qiladigan yozuv, ya'ni o'sha nastroykasi bo'ladi. Scale to frame size ustiga bosasiz va o'sha videoingiz ko'rib turganingizdek mana scale o'zgarib ketmadi. Shunchaki o'sha sekvensga moslashtirib tortib beradi. Lekin tortib bergani bilan bu o'z-o'zidan yo'q piksellarni qo'shib bergani yo'q. Ya'ni o'zida bor piksellarni tortib qo'yadi, lekin uni pikseli baribir 1920 ga 1080 ligicha qoladi. Va shunchaki tortib o'sha sekvensingizga moslashtirib beradi xolos. Endi videolarni montaj qilayotgan paytingizda har xil joylardan olasiz. Har xil joylardan olganingiz uchun videoingiz razresheniyasi ham har xil bo'lishi mumkin. O'shaning uchun buni bilishingiz kerak. Misol bir xil videolaringiz katta, bir xil videolaringiz kichkina bo'lgan taqdirida ham shu scale to frame size ustiga bosadigan bo'lsangiz, videoingiz katta bo'lsa, sekvensingizga kichraytirib joylashtirib beradi. O'sha qo'yayotgan videoingiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, sekvensingizga moslashtirib, videoni tortib kattalashtirib beradi. Ana endi ikkinchi tablitsaga o'tamiz. Bizning ikkinchi narsamiz nima edi? Bizda mana bu yerda videomiz formatlari keltirilgan. O'sha aynan bitrate haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni sifat haqida gaplashadigan bo'lsak, bizda hozir sekvensimizni kattaligi qanaqa? Mana 3840 ga 2160 degan bu 4K formatda, to'g'rimi? Xo'p, bizda 4K formatdagi videomizni mana 2164. Eng kichkinasi beriladi. Bu o'sha videomizning balandligi beriladi bu yerda. Videomiz balandligi 360 bo'lishi mumkin, 480, 720, 1080, 1440 bo'lishi mumkin, 2160 bo'lishi mumkin. Bu eng ko'p ishlatiladigan formatlar. Xo'p, biz mana shu videomizni eksport qilishimiz kerak, to'g'rimi? Bizda hozirgi holatda sekvensimiz 4K formatda turibdi. Ctrl M bosamiz belgilab turib va videoni nastroykasini ochasizda va more bosasiz. Ya'ni ham ko'proq nastroykani ochish uchun. Va uni bitrate mana bu yerda berilgan bo'ladi. Target bitrate turadi. Mana bir rasmni ochadigan bo'lsangiz, 4K uchun minimum beriladigan bitratelar bu yerda ko'rsatilgan. Bu yoq tepasida qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda frame rate, ya'ni o'sha videomizni FPS. Siz montaj qilayotgan videoingiz 24 talik kadr bo'lsa, 25 talik va 30 talikgacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana shu FPSlarda ishlayotgan bo'lsangiz, siz 4K videoingizga mana shu bitratelardan berasiz. Mana bizda hozir 45 bitrate turibdi, to'g'rimi? Bu normal. Endi bundan tushirib yuboradigan bo'lsangiz, misol 35 dan tushirib yuboradigan bo'lsangiz, bu 4K ligidan ma'no qolmaydi. Ya'ni o'sha 4K bo'lib razresheniyasi turadi, lekin ichi
yaxshi to'lmagan bo'ladi piksellar bilan. Defektlar ko'rinishi mumkin. Minimum 35 talik bitrate qo'yishingiz kerak. Misol buni bemalol 35 qilsangiz bo'ladi, misol uchun. Videongiz ham joyi unchalik katta bo'lib ketmaydi. Agar siz videongiz 48 dan 60 fps gacha bo'ladigan bo'lsa, frame per second deydi, o'sha fps larda bo'ladigan bo'lsa, siz buni bitrate'ini aynan ko'tarishingiz kerak. Misol uchun minimum 53 ta bo'lishi kerak. 53 tadan 68 gacha ko'tarsangiz bo'ladi. O'shanda sizda videongiz yetarli darajada ichi bitrate bilan to'ldirilgan bo'ladi. Bizda hozir nima qilingan? Bizda mana sequence settings ochadigan bo'lsak, time based fps mana 60 talikda turibdi. Frame per second mana 60 talik bizda sequenceimiz. Shuning uchun biz nima qilamiz? Biz buni eksport qilayotganimizda aynan shunga e'tibor berishimiz kerak. FPS 60 talik bo'lgani uchun bitrate ham shunga mos bo'lishi kerak. 4K ni eksport qilayotganimiz uchun. Bu 35 talik bizga hozir 60 ta FPS bo'lgani uchun kam. O'shaning uchun minimum 53 tadan 68 gacha ko'tarishimiz mumkin. Keyin buni biz 55 talik bitrate qilamiz va buni bemalol mana eksport qilsangiz bo'ladi. 4K ligicha eksport bo'ladi. Mana media encoderga jo'natamiz, keling. Va mana bizda videomizni eksport qilamiz. Marhamat, bizda 4K formatda bo'lgan videomiz eksport bo'ldi. Uni bitrate hozir normal holatda yaxshi piksellar bilan ichi yaxshi to'ldirilgan. Nastroykasini ochib ko'ramiz. Svойствоdan podrobniga o'tadigan bo'lsangiz, mana 3840 ga 2160. Ya'ni o'sha sekvensimizni o'lchovi. Bu sekvensimiz o'lchovi keyin eksport qilganimizda videomizga o'tadi. Videomizning razresheniyasi bo'lib chiqadi. Videoingiz bitrate qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, videoingiz shunchalik tiniq bo'ladi. Videoingiz bitrate qanaqa kam bo'ladigan bo'lsa, video shunaqa xira bo'ladi. Full HD'dagi mana bu videoingiz 60 ta FPS bo'ladigan bo'lsa, uni 12 bitratedan ko'proq qo'yishingiz ham mumkin. Lekin shu bilan birgalikda videoingiz joyi katta bo'lib ketadi. Shunchaki videoingiz joyi katta bo'lib ketadi, lekin kачество bo'yicha, sifat bo'yicha unaqa bilinmaydi. 12 bitrate bilan 68 bitrate full HD uchun ikkalasi bir xil bo'lib qoladi. Tushunasizmi? Bu shunchaki 12 ni qo'ysangiz, full HD ga 68 qo'yganingiz bilan bu ikkalasi почти barobar. Xo'p, ana endi shunaqa holat bo'lishi mumkin. Siz 4K formatdagi videoingizni eksport qilganingizda, misol agar u 1 soatlik material bo'ladigan bo'lsa, agar kimgadir ko'rsatish uchun Telegramdan tashlashingiz kerak bo'lishi mumkin yoki kichkinaroq qilib tashlashingiz to'g'ri kelib qolishi mumkin. Videoni ko'rib olish uchun 4K kerak emas. Videoni ko'rish uchun bizga mana bu 480 lik formatda o'zi ham yetarli bo'ladi. Biz 4K video materialimizni qanaqa qilib mana bu formatda, ya'ni 720 ga 480 yoki 720 ga 576 formatida qanaqa qilib eksport qilishimiz mumkin. Xuddi shunaqa Ctrl M bosamiz va mana bu yerdan shuni bosasizda, mana bu yerda more preset ga o'tadigan bo'lsangiz, mana bu yerda yozamiz keyin. Mobile versiya bor. Mana mobile versiyada ko'radigan bo'lsangiz, bizda o'sha aynan 480 piksellik SD wide turibdi. O'shani ustiga bosasiz. Mana bu yerda favorite presetni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, keyin uni yo'qotib qo'ymaysiz va OKni bosasiz. Va bizda o'sha presetga o'tdik. Ya'ni 480 piksellik presetga va bizda mana ko'rib turganingizdek 854 ga 480 ta piksellik bo'lib turibdi. Ya'ni o'sha 3840 ga 2160 pikselni kamaytiradi-da, orasidan olib tashlaydi-da. Aynan mana shu razresheniyani ichiga shu videoingizni joylashtirib, kichraytirib beradi. Bunda albatta videoingiz kачествоsi yo'qoladi. Bunda aynan o'sha bitrate'ni mana bu yerdan kamayganini ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu bir bitrate ham emas. Videoni eksport qilamiz, keling. Desktopga eksport qilamiz. Encoderga jo'natamiz. Encoderda mana tayyor videoni eksport qilishga eksport qilamiz videoni. Va mana marhamat, videoimiz bizda kichkinaroq ko'rasiz. Ochilganda ham kichkina bo'lib ochiladi. Mana bu 4K ni ochadigan bo'lsak, ko'rasiz, kattaroq ochildi. Bu albatta mana shu razresheniyadagi video, bu esa 4K razresheniyasidagi video. Demak, biz bu darsimizda yetarli darajada ma'lumotga ega bo'ldik. Biz formatlar haqida gaplashdik va qaysi formatlar qanaqa FPS da bo'lishi haqida gaplashdik va o'sha FPS da shunaqa formatda bo'ladigan videolarni qanaqa bitrate'da eksportda, ya'ni render qilish haqida gaplashdik. Shuni esdan chiqarmang, montaj bu sizning albatta mana bu yeringizda joylashgan bo'ladi. Bu Premiere Pro esa shunchaki bitta sizga yordam beradigan bitta instrument xolos. Shu joyda yakun yasagan bo'ladi va sizni keyingi darsimizda kutib qolaman.